Do'stlarimning har safarlarga borganliklarini qo'shib hamda mas'uliyatli kishi bo'lganliklarini isbotlashi aniq. O'z mashqalarida yozilgan ekan. Ayollar orasida katta qiziqish uyg'otgan she'rlar orasida bu esa ijod, yuksalish shiori ostida o'tkaziladigan ijodiy olimpiadaning respublika bosqichiga xush kelibsizlar. Barchangizni Abdulla Oripov nomidagi ijod maktabida ijodiy olimpiadada ko'rib turganimizdan xursandmiz. Iste'dodli o'quvchi yoshlar g'azabga yo'l bermang odamlar, umr-ku shunchalar qisqadir, shuni ham qilmaymiz biz qadr. Zulmat ichra mangu nur bo'lgan yorim eding, jononim eding, qaro tunlar ichra sham bo'lgan torim eding, dostonim eding. Meni yozg'urma sevar debki mening haddim emas, ul tamanno qiladirg'on bu ko'ngildir bu ko'ngil. Na bir shirin kaloming zahmatingga, na bir salomingga alik oladi. Muhabbating nima Muhammadingga, qalamni quchoqlab uxlab qoladi. Havoyining g'azellari Samolsonda ko'p sibirladi, Shashmilerdan sirin o'rlagan, Alimjonning qo'sig'ini tingladim.